yaqingacha shu narsani o'ylab hayron bo'lardim. Ikkita o'rtog'im bor, ikkalasi qo'shni hududlardan, bitta joydan, lekin ikki xil seviyada gapiradi. Ularni tanimagan odam boshqa viloyatdan deb o'ylaydi. Lekin orasidagi farq adashmasam 5 kilometrdan oshmaydi. Bunga endi men lingvist bo'lganim uchun tilshunoslik nuqtai nazaridan yondashdim, javob topishga harakat qildim. Tushundim, что tarixan bunday hududlar bir-biri bilan kam aloqa qilgan yoki umuman aloqa qilmagan, bir-biriga qiz bermagan, qiz olmagan, savdo aloqalari o'rnatmagan. Natijada til izolyatsion shaklda o'zini shaklini saqlab qolgan. Lekin bu natijasi salbiy. Bunday hududlar odatda madaniyatdan va rivojlanishdan, iqtisoddan orqaroqda qolgan hisoblanadi. Endi bunday hududlarga misollar keltirib o'tirmayman, kimnidir diskriminatsiya qilib qo'yishim mumkin. Bunga teskari misol aytishim mumkin. Toshkent shahri. Nari borsa bitta yoki ikkita sheva bor. Xulosa, hududda qancha shevasi ko'p bo'lsa, rivojlanish, madaniyat orqada qolganini belgisi bo'lishi mumkin ekan. Albatta, iqtisodiy rivojlanishga boshqa faktorlar juda ham ko'p. Bu adno is. Bunday hududlarda yana bitta belgi, urug'chilik ham saqlanib qolgan. Menga shunaqa savol bilan murojaat qilishgan, siz qaysi urug'dansiz? O'zbeklik bilan boshqa hech narsani bilmayman deganman, rostdan ham. Yana aytishgan, o'zbeklarda urug'lar bo'lar-ku, unaqa. Rivojlangan joylarda odamlar o'sha aralashib ketib bo'lgan bo'ladi. Urug'chilik o'z ahamiyatini yo'qotgan bo'ladi.